Assalomu alaykum, Baxtiyor ashaddiy obunachilari. Hurmatli aka-ukalar, Baxtiyor obuna bo'lmasa ko'rgan ukalarimiz yo'q. Baxtiyor obuna qilsalar, xudo xohlasa biz qo'yib boraylik videolar birinchilardan tomosha qilishimga ko'rgan kechiringlar aka-ukalar. Xudo xohlasa 20 milliondan 29 milliongacha mollarimiz qoladi aka-ukalar. Xo'jani savdosi qilib olib ketishdi kelar. Andijondan kelishdi, Namangan, Quvadan, Samarqanddan kelib olib ketishdi aka-ukalar. Mana shular qoldi aka-ukalar. Ekran nomeri aloqachi qo'yasizlar. Xudo xohlasa dastlabki xizmatlarimiz bor. Videolarni uzoqqa like bo'lsa obuna bo'lishingizdan chiqmasin aka-ukalar. Bugun juma ayyomi hammalarga xayrli barakatli bo'lsin aka-ukalar. Jonlaringiz sog' bo'lsin, salomat bo'ling. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Xudo xohlasa shu bitta turgan peshonasi oqsiz 29 millionga sotilib ketdi tashlab. Mana shu ko'p turgan. 29 millionga sotiladi aka-ukalar. Ekran nomeri aloqachi qo'yasizlar. Xudo xohlasa dastlabki xizmatlarimiz bor. Manzilimiz Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumani Soybo'yi mahallasi turibdi aka-ukalar. Jonlaringiz sog' bo'lsin, salomat bo'linglar.